Assalomu alaykum akalar. Bugun obzorimizda haqiqiy yaponец, ya'ni bugun obzorimizda Lexus IS 300 F Sport mashinasi bo'ladi. Okalar, bu mashinani o'zimiz Amerikadan olib kelib berganmiz. Tirikchilikka olingan 2024-yil 8000 km bosib o'tgan ideal holatda radnoy kraska. Shaharda bunaqasi 3 ta dona okalar. O'zingizlar olib kiraman desanglar 70 mingdan balandga tushib ketadi. Men qo'yadigan narx hech qayerda yo'q. Xudo xolis mashinani qaranglar, derskiyligini. Diskalari 19 diametrli, mashinadan hali hidi ketmagan ideal holatda. Bunaqasi 3 ta dona O'zbekistonda okalar. Juda ham yumshoq, orqa difuzorlarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Mashinada yo'q narsani o'zi yo'q. Voy, buni hidini qaranglar. Vashshe mashina ideal holat. Mashinamizning interyeriga keladigan bo'lsak, bokovlarni boshqaradigan rejimli, stiklopodъемniklar, детский rejimlar, hop, cruise control, telefon, удержание полосы, слепой zona, sport rejim, eco rejim, auto hold, o'zini joystiki, monitorlari, soatlari juda ham chiroyli, ideal holatda okalar. Mashinamizni masla 24-yil texpasport bo'yicha ham 8000 km bosib o'tgan. Kimga qiziq bo'lsa, narxi $62 ming. Egalari nomerini yozib qo'yaman. So'rashni aloqaga chiqinglar. Bunaqasi O'zbekistonda 3 ta dona. 3 tadan bittasi bo'lishinglar mumkin.